Yar da bir yatakla battı ya. Ben o çağda Ürümçi doğan ki üyüm fakat yatak yatkızmayı tutuyor dedem apam. Yol. Tordashlar, shundaqla öz arzusi uchun tinimsiz izinayotgan irodalik yoshlar. Ko'rayotganinglar Nazim qiz tajdarligidagi Tordashlar cho'ng sahnasi programmasi. Güzellikni suydigan, güzellikka iltildigan barliq do'stlarimizning oldin tanlashi, yanala Nazim qiz yurishlik girim buyumlari. Tordashlar cho'ng sahnasi programmamiz hammamizning sahnasi. Hello balalar. Bir yaqinlik naqshi bilan uningga tankash qilingan mo'ngluq bir kuy miskin ko'ngillarga shodlik bag'ishlaydi. Biz 143 muzika atirdi. Bizning bir yerga kelishimizmi muzikaga bo'lgan qiziqishimizdan bo'lgan. Biz do'yindek bir yaxshi sahnadan foydalanib, naqshi muzikamiz bilan ko'plagan turmushda azar yegan, sovugan ko'ngillarga kichkina bo'lsa-mu xushallik sundik. Biz buningdan o'zimizni intayin baxtli his qilamiz. Bu sahnada biz ko'pchilikka va turdashlarga mo'ngluq naqshimiz bilan oddiy hikoyamizni taqdim qilmoqchi. Turdashlar uchun sahnasi hammamizning sahnasi. Sen yödü şundaqmı? Doğru. Bil oldu meselenin materyallarını xili to'liq egalladim desem buludu. Bizning şu tor dünyasida ravruz alqışga erishgan ikeylar yani bularninki yödüsünün ismi Yavsiz sen ay 143. 143 ay rahmat ha. Yavsiz sen 143 deymiz-ku. Nemişki bu 143 deb qo'yishni o'ylab qoldinglar? Azhar
Chunki mushu ikkimiz bir yotoqda yotamiz. Ash yotoqning ismi ham shu biz Shinjang san'at o'qiymiz. Ammo doktor riyosat kasbida o'qiyman, aktyorlik o'qiyman. Andan biz hammaylar bir yotoqda. Ana zulqar ikkimiz buni bir teshkag'ina deb qo'yamiz hozir gaplarni. Taqning oldidagi do'stlar deymiz bu. Zulqardan boshqa yana bir to'timiz bor. Andan mush hammamiz shunda yaqin o'tgan, hammamiz muzika o'ynab, naqsh etib, qilgan andan oxiri hammamiz bitirib, o'zining hamdayliqi xizmatlarga, narsaga aldirash bo'lib ketdi. Andan men texnik bitamdim. Yo siz endi yondas yotoqlarning nomerimi? To'g'ri. Ay biz o'qigan vaqtlarda Arling Arda bir yotoqlar bor ya. Men o chaqda Ürümçi doğanki uyum faqat yotoqda yotqizmaydi tuchu dadam opam yolvurib yetib ketatdim. Ve ko'ngilli vaqtlar hozir o'ylasam rosa Ali maktab vaqtida yana bir qayt qilib bo'lgan bo'lsa deb ketatdim-da. Hozir bu yo'l siz sen yo'duyda ishqinglar bormi yoki ayan to'tinglar, oltinglar bormi ya? A to'rt do'stni qo'shamdi, qo'shmamdi. Ikkimizdan bor. Ay bo'l chiqirib aytaylik to'tin hamsa. Chiqirib aytdik. Sizning kirsangiz uchimiz tanga aytib. Men o'tirda esam. Deymiz men yaxshi ko'radigan kasbni birga qildigan kishilar mana shundaq birga yursa, albatta kunlari xushal o'tadi. Undan boshqa kasbdimi xili natijalar qilib bo'ldi. Hozirgacha chiqargan asringlar qanchalik doyingdamdik. Zo'ping. Bir 200 nechiga borami? Seninki bilan menikini qo'shganda 500 nashamki. 500. Shu ikkimiznikini qo'shganda bu bayga zo'ping zo'yu. Oyu. Eng olqishga erishgan naqshlarlar qaysi? Mush hozir etqinim olqishga bakrak erishib qolamki deyman, bu shekilda taqdim etdim. Uningdan burun qilib olqishga erishgan bu texim erishammikin deb. Bizning birinchi naqsha hisobda 143 muzika tertining. Uning oldida shu biz ikkimiz qiziqimiz faqat andan shumda unga do'yinga chiqarib bir qilib boqqan endi o'ylamagan yerdan namadan bir yoqtirib bizga bir laqam qo'yib qo'ydi edi xiyli pardaning oldida aytimiz g'o biz bizni cho'nglayandan hay deb qo'yib voy cho'nglayandan ha endi o'zimizning naqshlari yo'q uning oldida hamma ustozlarning naqshchilarning naqshlarini o'zlashtirdi sizlarda ha shundoq qilib shu hamma naqsham qilib olqishga erishgan pardanglarning rangida o'zgarish bo'yotamdi hozir uni qilmoqimiz achon biz hozir talab va taqdimdamdi masalan mushu ayrilib ketadigan muhabbatlar jurmakchi bo'lgan muhabbatlar bizni izlasa to'y qilmoqchi bo'lganlar endi zulqar naqsh aytadi mariyasatchilik qilmay bir telefonda urib beramiz ana oshni zo'pin chiqaryapmiz oy bu bir yangilik ajab yaxshi yangi tuyg'ular bo'lsa nimga yaxshi zulqar riyosatchilikni bo'ldimi endi yo'q undan so'ng program ikkimiz birga riyosatchilik qilamdik bundan keyin qilamda ha tirishaylik ha Zulqar balkim naqshini jiqroq aytadi men aktyorlikda o'qiganim bilan o'zim riyosatchilik shunday qiziqib maktab kirgandim bo'ldi men qilay desamiz yo'q siz bilan qilmayman 174 ishlayman mening u degan mening orzu armanim shu ekran qo'ydi shu butun boshliqlarim ko'rib qolsa demoqchiman ya shu 174 barliqmish akash achash ustozlarimga rahmat nachilan yoqi shu voy jinim ukamda hamma narsalarni qilganlarga rahmat sizlarga yaxshi jinim ukam cho'qim endi ustozlarimizni unutib qolmasligimiz kerak minnatdorlikni unutib qolmasligimiz kerak asli maqsadni unutmasligimiz kerak qani ustozlar mana bizning 143 yo'lsiz sen yedi zo'xa bir yangicha tuyg'ular qarab mening bolam keyin shuna bo'lib ketdi deb o'ylab ketdim ay boshlanishdilar da kelib hijorat yoqdi bezga hamda shu sizlar hozir do'yinda farzand qilyapsizlar ha do'yindilar do'yin bo'lsa yana tuyg'on luliang juan bog'on juan darji bo'qsanglar rinchi damdo yamdaq finsi jon finsi jihatdan tang man qilish beray rahmat tang tirishaylik demakchi yaxshi Dilshadka bu Zulfiqar Azhar ben bunun İngilizce nüshasini anlaganda qilman sizning ovozingiz tuvanki deyin chiqilgan ovoz bu kimning Zulfiqarning biroz yo'qroq bayatniki naqsh o'rlashga arliqda bir ichga kiramidan sal jiddiylashish jiddiylashish var bu vallahi texi maktabdagi vallahi o'xshaydi endi texi azroq jiddiylashish var ikkinchidan endi Zulfiqarning ovozida men bunday bani badaymiz qarab biz vaqt toza qiyyotdi shu ovozda simatdi ishqinglar 500 naqsh etibsizlar men bir umr naqsh etib 50 ko'madi naqsh
Sizlar bu kecha qo'ygandan chiqib ketadi. Bizning parchasi doying taqatgan 15 sekund, 20 sekundlik joy, avjisini aytib. 短视频作品吧，我那个抖音的嘛。 Demak, o'g'lim men shu bundan keyin agar yana davomli shu naqsh etish kasbini shug'ullanaman deyotgansizlar, o'sha ovoz chiqarishda qanday uslubda bo'lsin? Ommabop uslub bo'lamdi, yo milliychi bo'lamdi, xalq naqsh uslubida yoki boshqa tunsu meshonda bo'lam. Ish qilib qanday yaxshi ko'rsanglar, shu ovoz ilmidan azroq bir ilm olsanglar, ovoz qaydigan, jonsiz chiqadigan, roksiz chiqadigan ahvoldan xoli bo'lsizlar. Ovoz ilmidan ilm olsanglar, ovozinglar jonliq chiqadi, aytgan naqshanglar tetik chiqadi, o'zinglarning san qiyofatinglarmi jonliq turadi. Bu ilm bo'lmasa, biroz qurg'oq bilan chiqib qoladi ovoz. Shuning uchun bundan keyin sizlar yashkansizlar, o'sha ovoz ilmi tarafdan yana izlansanglar, ishqinglar texmi boshqa uslub naqsh etishlarni hamkorlashib, texmi yaxshi naqshlarni o'rlashinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Mushu yo'duy shakldagi mushtaq naqsh etganlarga men bek bir xil havas qilman. Yolg'iz naqsh etib jiddiylik kutishganda naqsh etsa sal yaxshimkin deyman, chanmaydigan uchun. Men o faqat naqsh etolmayman, agar bundan keyin bo'lib qolsa men sizlarninkiga qo'shilib billaysak bo'ldi. Abay akkord dedi, akkord men chiqarmasam bo'ldi bo'lmasa. Akkord chiqib tasomay qolsa, men yordamlashsam bo'ldi. Xasiyatida qandayroq yo'qsa sen yo'duy, qanday tuyg'ularni badi. Şunda güzel duygu ben. Aldı bilen ben hazırki yaşlarımızdan çok inaklık, ittifaklık, birleşeleydiğen roydum bek tesirlendim. Hemkarlık ha? Hemkarlık. Abay dediniz, muhabbetten ayrılıp ketken yoki muhabbetleşmekçi boğalı bizge telefon urdu, biz şular kartta. Bu bek yaxşı iş. Şunun üçün quruq bo'lib qolsanglar bo'lmaydi. Demak, sizlar haqni qoyil qilgandan azroq hamda mush sohadagi bilimga azroq bilim bilan o'zingizni to'liqlab olsanglar, kamiyalaringni, amanda pichaklam aytmaysizlar. Eysanglarmi? Hey, ilk naqshan balkim sizlarga do'yinda bukun kuni taqatgan marshipingga 15 sekundlik yerni bekchiroq aytib, ash naqshning to'liq nusxasini aytib bersangiz, men bilmaydim desangiz, undan ikkinchi do'yin ochmasanglar bo'ldi. Şonlaşqa şu Dilshatkam degandek, endi mush yo'lga mengib sizlar bek yaxshi bo'pti. Hamkorligingizga ko'z tegmasin. Davomli tirishinglar. Rahmat. To'g'ri, endi bizning programmamizga qatnashganlar maylan nimdaydi desanlar, biz bu sahna bek chiqnanslarga erishdik deb. Chunki özümüzge aynak populamaydı ekanmiz şu. Çoxum müştaq ustozlarning taklif fikrlaridan keyin biz texmo mukammallashganmiz, texmo taraqqiy qildik ekanmiz. Şoň men bu sahnada riyosatchilik qilish jarayonida amaliyotda sizlarga taklif fikr beryapti deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin bu taklif fikrlar menga qartilganda his qildik ekanmiz. Chunki biz menga cho'ng populamaydı ekanmiz, kunda o'sib yetildik ekanmiz. Emasmi, hamda hamkorlik to'g'riliq so'zlashdik. Sizlarning hamkorliginglardan bek suyundik. Bu hamkorlik sizlardan emas, do'stlardan emas, mana er ayollardan ba. Nasirjon bilan Aynur ikisi o'zining mehr muhabbati orqali, hamkorlik orqali, tirishchanlik orqali Nozim qiz xalqaro savdo shirkatidan iborat bu katta shirkatni qurib, bizning Abnum rayonimizga har millat do'stlarimizga go'zallik ato qildi. Balkim sizlarmi bularning hamkorligidan suyunayotgan bo'lishinglar mumkin. Nasirjon shundaqmi? To'g'ri deysiz-da. Bosgan har bir qadamimiz amaliyot hamkorlikda aylanmaydi. Naqshanglarni shunday yaxshi ko'rdim. Huzurbagidek aytdinglar, hamkorliklarning bundan keyin texnik haqiqiy rolini to'liq joriy qildirishni umid qilaman. Ustoz tanlash bosqichiga qadam qo'ydik. Endi mana ustozlar o'tiribdi. Naqshi gruppasiga kirmoqchi bo'lsanglar, Dilshatkam bilan lavhin tanlasanglar bo'ladi. Lekin bular talamamdı bilməyimizdə. Endi hozir baya dedinglar, aktyorluqni mügünübsizlar, riyosatchilikni mügünübsizlar. Agar bu jihatda yanımı bir bilimlərə erişməkçi bolsanlar, xasiyyətdən bilən əlqəmni tanlasanglar bo'ldi. Endi usul bilan Jibodayxonni hozir tanlamaysizlar balkim. Hozircha. Unda bo'lsa tanlashinglarni anglay. Zulfqar Azhar shikinglar bir maslahatlashib filinglar. Kim gap bo'ldi zodi? Ikkimiz kim gap qilsak o'xshash. Sen gaplar cho'ng bo'lganmikin. Men shu o'zimni bilma, hamda shu boyatni sal jiddiylashib, shu sal ko'p chiqib ketdi-ku. Lekin shu mening o'zimning o'yda, men shu Dilshod Raydin akash ustozni tanlamoqchi, lekin Azarning bir o'zining o'ylashi bo'lsa, deb baqsa bir yo ishkinglar
Birli men gruppini men tanlaysizlar. desem ha, şu ha. Dilşat Raydın. Ya şu açamanda iş. Bu zulupkar işkimizden oy közüm. Ha. Ben bek yaxshi ko'rman muşta ixtiloflar paydo bo'lsa. Ha. Şu zulupkar işkimiz sen men deyişmeymiz. Men zulupkar nimdis akıdım mağme. Uy, Zulupkar unda feyzi, qanday ha. qaror qilsa hamda Dilshod ma'lum bizni yoritib uyutib qo'ysa ammo lekin nochi bir ishlar bo'ladi lekin shu qanday bo'lar Men hozir jiddiylashyapman. Nimishqa desanglar, endi rost deyishimiz kerak. Bayam naqsh etish jarayonida az to'la savalliklar ko'rilib qoldi emasmi? Endi ustoz loyiha ishchisi bilan ishchisi qanday qarorini chiqardi, buni bilmaymiz. Yoki endi bugun savallik chiqargan bilan Dilshod ustozning tarbiyalashidan keyin qitimliqda texmo mukammallashamdi yokining kaynini demaychi bo'ldi. Deyishdan qo'rqayman yokining kaynini. Shikillar bir maslahatlashinglar. Endi sahna degan ishtaq bo'ldi ekan, balkim biz uyda o'tirib, uydagi vaqtimizda yoki savodashlar bilan paranglashib, ularning hamda o'tirashlarimizda naqsh etgan vaqtimizda men sahna degan o'qishmaydi-chu. Rosa. Hem ishkimizning birinchi qitim sahnaga chiqishi masalan doying bo'lamdi, yotoqda bo'lamdi, yo teshida bo'lamdi o'zimiz naqsh etsak faqat ko'rib boqmagan ahvoldan bir chiqdi deb qarayman. Endi lekin mishta masalalar chiqqandan keyin chuqur texnik tirishib mayli natijasini qanday mukammal qilib qaytadan yana cho'qim menimcha bu Ben bu şunu işlemek. Hem de Dilshod ustoz tanlasın, tanlamasin. Bugün biz bu sahnaga chiqib, o'zimizningki do'stimiz bilan birlikda qilayotgan bir güzel ishni o'tirib qo'ydik. Do'stlikdan iborat bir güzel hikoyalarni o'tirib qo'ydinglar. Hamkorlikdan iborat bu bir güzel ruhni mana bu sahnamizda namoyon qildinglar. Bu shuni o'zidan eng cho'ng natija deb o'ylayman. Shundaqmi? Sizlarga bir gapni rost aytsam fursatda qijiq. Endi men demoqchi bo'ldim, bundan keyingizda yana azroq tirishib, naqsh etish jihati, ovoz chiqarish, chiqinlarning hamkorlashmoqligi. Boya men dedim-ku, Pinshin badulu mangdi. Pinshin baduni akkord demaymiz. Chiqinlar tang aytdinglar deymiz, bir melodiyada. Chikadan bo'ldi-ki, chikadan ishni qilish kerak-da. Sizlar chiqinlar bir odamni ishni qilib qo'ydinglar hozir. Rasmiy aqal. Sening melodiyaring bilan sening melodiyaring o'xshash. Bir melodiya u. Faqat bir oktava ovoz 8 gradus yuqortivellik qiladi. Yani ishkadam sahnaga chiqqandan keyin cho'qim ishkadamni ishini qilish kerak, uni cho'qim bir kompozitor sizlar akkordni yezib berish kerak. Yoki bu shunaqning burungi manbasidan sizlar shu shazay qilishinglar kerak-da. Aning ba'didagi akkordni. Cho'qim bu akkord naqsha menimcha mushjatlarni izlasanglar, ishqinglar texmi nadir, texmi yaxshi asarlarda texmi tirishib, bundan keyingi rollarni texmi joriy qilsanglar deb qarayman. Kechiringlar. Rahmat. Tanlashinglarga hurmat qilamiz. Dilshod ustoz loyiha hamda boya degandek keyingi bosqichga kiramay qoldik, lekin bugun sizlarning hikoyanglarni biz esimizda chin saqlab oldik. Shu hikoyanglar bizga hamroh bo'ladi. Tunji qitim cho'ng sahnaga chiqdinglar, bunda qanday savallik bo'lib turishi intayin normal. Men tunji qitim sahnaga chiqqan vaqtimda so'zimni unutib ketgan, 30 sekund turib qolgan. Sahnada 30 sekund turish degan bek uzun gapchu. U vaqtga men qaragan chaqda sizlar yilimi bir butun naqshni shunda yaxshi aytib berdinglar. Ikkinchi qitim endi mush sahnaga chiqqan vaqtda, wow, yana bir yangi qiyofatdagi texmo natijalik bo'lgan videoni ko'ramiz. Rahmat. Rahmat sizlarga. 3-faslligimizni ko'rsak bo'lamdi? Bo'ldi. Cho'qim ko'rsaylik-a? Ma'qul. Bu jam bo'lsan. Rahmat Rahmat. sizlarga. Rahmat. Qeyser, mening oliy maktab hayotim to'liq ahamiyatlik va ma'nilik. Men oilamning yukini azroq bo'lsin yengiltish uchun bir tarafdan o'qib, bir tarafdan savdo qilaman. Shundoqla do'yindan foydalanib bevosita ko'rsatish qilib o'zimning sog'lom jihatdagi bilimlarimni to'lashtirib so'zlab beraman. Men bu jarayonda nurg'un tajribaga ega bo'ldim ham ko'p o'sib yetildim. Gerçi her xil kasblar bilan shug'ullanib tursam, usulga, ya'ni o'z kasbim bo'lgan muhabbatim hammadan ustun turibdi. Men bu sahnaning orzularim uchun besilgan bir cho'ng qadam bo'lishini umid qilaman. Turdoshlar cho'ng sahnasi, hammamizning sahnasi.
Salam ustozlar. Men ismim Qaysar. Hozir sen o'shandanki usul rejissyorlik kasbida o'qiyapman. Endi bu sahnaga birinchidan usul o'ynab chiqdim. Men o'zim bir ilik tiklayotgan. Masalan, sizlarning zopininglarni men kunda ichib ko'rmoqchi. Masalan, qanday qiladi, qaysi yo'lnish menga dedi. Shularni hammasi ko'rib bo'lmayman. Shuningga endi men bilan tang qurdash shu maktabda o'qiyotgan bolalarga bir ulgu bo'lish birinchidan. Ikkinchidan qarasam bizning maktabning huquqchilarim bor ekan. Shunday xush bo'ldim. Qaysar hozir 3-yillik chiqibsiz. Undan hozir o'ynagan shu usulni o'zingiz ishladingizmi? Yo'q, buni Gautan kitobida ham ishlapagan. Ha, endi o'zingizmi masalan hozir mustaqil chuqum usul ishlash iqtidoriga Bo'ldi, lekin yana men o'rganayotgan bo'lgandan keyin hozir ko'pchilik kamchiliklar bo'ldi. Shu o'rganish bosqichida hozir. Şunlaşqa bir mükemmel boğan sanat eserini sahneye çıkay deb sizdə yaxşı. Amsa siz bayan şu Nasir Camla Aynur'unki men dönüşpinlerini, eserlerini ben görmən dediniz. Özünüz mü bu şu cəhətdimi bir ilgirləşlərini asıl qıldınızmı? Mesela Ben hozir o'zim so'lib qolib 5 yil oldu mana. O'shandan mesela mushtaqa yangidan Nazım qilsam onun başı nurg'un markalar bor. Shu chiqqan marka mesela kim chiqargan bo'lsa, so'rab berib turib tepib shuni do'yisini ko'rib, qanday qiladi, qaysi yo'nalishda shularni o'rganib ashtamayapman. yaxşı oxuş pulunuz özünüz tepetipsiz hamsa. O albatta bo'ldi. Gen yaxşı hozirgi yoshlar haqiqatan bizga bek nurg'un narsalarni o'rgatdi. Jumi burun biz faqat ham o'qiyotgan vaqtlarimizda o'qishga ham kirishib, hamda ota-onalarimizning yukini yengiltaylik degan narsalarni o'ylamabdi ekanmiz. Mana siz hozir bir tarafdan o'qigash, bir tarafdan savdo qilish, o'zingizning o'qish pulingizni, butun xarajatlaringizni shu ishlar orqali tepib chiqarib yetibsiz. Mana cho'nglarmi bek rozidir, sizdan xushaldi. Bundan keyin qanday arzu armonlaringiz bor? Usul rejissyorlik kasbini bitirgandan keyin. Bitirgandan keyin davomli kasbimni qilaman chunki ham o'zimning tanlagan yo'lim uning ustiga. Bu kasb bek chapali qo'yganlar voz kechkil bo'lmaydigancha bir yerlardan yurak tortadi. Har qancha necha million pulimiz bo'lsin, lekin shuni bir yoqqa qarab qo'yib, yana o'ynag'iz kelgan, yana sakragiz kelgan ashunaq bir kasb. Ot kasbganda. To'g'ri. Shu kasbimni davomli qilaman. Onun boshqa ham hozirmi o'zim iqtisodiyotdan xil o'zim xalq ishlarni qilib bo'ldim. An mandaq bo'lgandan keyin bundan keyin kasb taraf qarab texim o'rganishga, texim tirishga bakariq kutishi mumkin. Lekin masalan jiboday qilgan davomli vakalash yapmaydigan yoki pul topib ishlar o'smish qasni qo'ldan bermayman. Yaxshi dars ta'sir etmaydigan-da, Qaysar. Yo'q, ta'sir etmaydi. Yaxshi. Ma'lumlaringizga telefon urib so'rab baqaman jumur rasmi yag'ammi? Qaysar zodi dars ta'sir yetkizdi-mi deb. Ustozlar qani, Behrigul ma'lum. Bugunchu men hozir pongchoq bir narsa chiqardim shu. Nim deb chiqardingiz desanglar? 与其我做评委，不如说我跟网红学习deb chiqarib qo'ydim. Rasman bugun men网红emas. Do'yingni o'ynay olmayman. Abay lavhiga dedim, balam. Aveliq bir qonun o'rgangan qizim apash umoqkan dedi, bizni tonimaydi ekan. Men o'zimcha kinolarni o'ynab ekranda xeyli xalqmin tonuydi desam, abalam tonimidi meni. Hozirgi davr to'g'ri yuzlangan davr ekanda, gapning to'shqisiga kelsak, Qaysar o'g'lim ijodiyat kasbida o'qiyotibsiz. Bir gapingizdan baxo'sh bo'ldim. Kasbimni tashlamayman. Ijodiyat kasb, usul ijodiyatchiligi to'limi bek tas kasb. Men mana bir umr o'rganish qildim. Muborak bo'lsin. Qozoqcha usulni yomon chiroyli o'yindingiz. Rahmat. Bo'libmi ilqi mavu dovjen deb atayımızga dersxanda. Şundaq merdana özünüzgüm şundaq sınıptı. En axırı suңakным kom urib sundurib attınız. Şunçilik joyiga keldi. Muzik bilan şundaq qilib taş keldi. Demek usul asasınızmı şundaq yaxşı ekan. Tirishing o'g'lim. Usulunuz mağa bek yardı. Endi ilqi so'da qilib, kasbni qilib ortaq ep mengishqa tirishibsiz balkim bek jaboliq mengishingiz mumkin. Men burunqi ideyam bo'lsa, bugundan burunqi ideyam bo'lsa, balam sodini qilmang, usulingizni qiling, rejissyorligingizni qiling deyishim mumkin-di. Endi o'tirib turibsiz, men ideyam o'zgarib qoldi. Tang ep mang'ilimi buldi ekan. Tirishing o'g'lim. Muborak bo'lsin. Rahmat ma'lum. O'zimiz gerçi bek tanishib, nima qilib ketmasakmi, lekin ancha-muncha bilishimizda do'yinglarni qo'g'on qilib paranglashib turamiz. Sodinimi shunchalik yaxshi yapmang ekan, kasbinimi nayt yaxshi yapmang ekan deb ta'sirlanib tursam, endi men yaqinda bir o'ruqlash jiboni ichibdi. Siz jinozni 3 ga bo'libsiz. To'xtamay mush jibojanda ash o'ruqlig'isi bor xonim qizlar, qiz yigitlarni yig'ib jibojanda o'ruqlash harakatlari bilan bekor tarbiyalatdi hozir.
Mana. Ben qaysi gün bir kirip körüp bakayçu dep açsam he dep bir kızın tıllığı turuptu. O kız dedi de ben 70 kilo qanda oruqlayman dep Qaysar dedi. Hey kız, numus qılmaymışken devatam siz 70 kilo bolup ketkiş ne dijidiniz dep tillığanti bek külüp çıktım lekin rast qayıl boldum. Rast tirishchan. Hamda usulingizga gap ketmaydi. So'ngakni bir urg'andingiz. Vayjon deb qoldim. Jamikin desam jonki. Bek yaxshi o'rindingiz. Sizga yaxshi utuqlar bo'lsin. Bundan keyingi ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Haqiqatan bu tirishchanligidan suyundik. Ba'zi bolalar bor balkim o'qish bitirib, men andashlarni qo'ydiman, o'qish bitirgandan keyin buna qo'ydiman deydi. Amaliyotda 9 ni tal qilib ish boshlayman degan shu o'rinlarning bahonasi. Har qanday vaqtda ish boshlasak bo'laverdi. Xuddi Qaysarga o'xshash. Endi meningcha hozirgi Qaysarning oldidan butun mushu mehri bilan, butun aqidasi, muhabbati bilan Mehrgul ma'lum bilan Nigarni tanlaydigandek qilib turdim. Bu meningki o'yim. Qaysar qanday dedim? Ben rast mikrofonu tanlayman. Agar tanlab qolsa. Chunki ham so'dnim qatma bir boshdan tirishyapman. Lekin baytında dedim o kesip yine hamam bir yerlere baksa. Mesela ikisini tepimden koyup kazını talaysa etse yenilam şu kesimi taraf gidip kılışı mümkün. Baytın negaraç açtap kaldı, uğraştap çünkü ben özüm semirip ketken çoğun 97 kilo çıketken hazır 79 kilo kelmem. Özüm qıp boğandan keyin ananın ikinci boğacıp şondan bazı vakitte yukarı vakitte 5-6 mağam çıkıdı adamlar. En tuyan boğazım şu 7-8 beremen atrap adam bah. Şular bilen tan hareket kılıp bu bir sağlamlık birinci ikinciden özümüzdeki yani beden şeklimiz olsun sağlamlık olsun. Her cihetten paydalık çok. Şununla özəmi xoşalıq tapma, həm şulağım azraq nəb berib şu halət məmatma. Bək toğru. Dünyadakı barlıq, xatircəmlik, xoşallıq, rahatlıqның asası faqat birli şu sağlamlıq. Yaraysız əmdi tanlışınızı rəsmi otur qoyun. Mehri apay qubul qılsa, mən yeni bir nərsəni öyrəngim var. Ustaz, anlaylı. Hoşup ketdi Nigar. Beşikli bir sütte oldu. Mübarek olsun, mübarek olsun. Yaraysız, qani ustazlarınız bilan görüşün. Başqalarının nəticəsini görüşün biz üçün bir Bir usul istəyili olan mən. Nəticələrdən söyündük. Nurg'a o'zining ortiqchiligini joriy qildirmayotgan nurg'a odamlar bor. Shularga nisbatan ajoyib bir o'zini taraqqiy qildirib texmi, o'zini texmi boshqa tunutish va o'zini qilayotgan kasbini texmi olib ilgilitishga ajoyib yaxshi bir fursat topdi. Menga nisbatan shunday bir fursat deb o'yladim. Shuningga bu sahnaga keldim. Qaysar, tabriklaymiz, mübarek olsun. Endi keyingi mayrimizni taklif qilamiz qani. Biz birlikte iyilik tiklagan baxtli bir juftlar. O'zaro ko'yinish hamda tirishchanligimiz bilan oilamiz mehr muhabbatga to'ldi. Hamda bu orqali farzandlarimizga yaxshi bir ulgu tiklab berdi. Qisqa film va bevosita ko'rsatishning tez suratda taraqqiy qilishi bizga yaxshi sharoit va fursatlarni hozirlab berdi. Nazim qiz mas'ullarga vakolatchi bo'ldik hamda bevosita ko'rsatib mal setishga yuzlandi. Bular bizning turmushimizda cho'ng o'zgarishlarni hosil qildi. Biz bevosita ko'rsatib mal setishga tayinib taqdirimizni o'zgartdik. Biz ko'pchilikka illiq oilamizdagi ahamiyatli hikoyalarni so'zlab berish uchun bu sahnaga keldik. To'rdoshlar cho'ng sahnasi, hammamizning sahnasi.
Qarshilamız, xush kelibsizlar. Bizning Nazim qiz tordoshlar cho'ng sahnimizda sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Unda bo'lsa, tordoshlarimizga, ko'rmanlarimizga salomlar yo'llab o'tgan bo'lsanglar. Xo'sh, sizdan kelsin. Yaxshimisizlar, ekrandagi barliq ko'rmanlar, naq maydondagi ustozlar, hammalarning atrofinglar xayrlik bo'lsin. Men Nazim qiz xalqaro savdochilik shirkatining shirkat hamkorlashuvchisi ham Qashqar shirkat mas'uli Olimjon. Ayolim merhaba. İkimizden de bana otluq salam. Qarşalımız. Olimjon merhaba. Ay, bek numaronglar shunda umoqqa bek suyumlikka qandaq bu numarni o'ylab qoldinglar, Olimjon? Do'yonda yangi tutib chiqqan vaqtlarimizda tunji bo'lib shu ayol obrazimiz bilan chiqqan. Do'yonda nurg'un do'stlarimiz ham bizningki chiqqan zo'pinglarimizni ko'rib, bizga nurg'un baxtlarni tilagan bo'ldi. Shuning bilan biz o'ylab Müştaq qilsak, nurg'un do'stlarimizga ma'naviy zo'q, kulki, xushalliq, oildimi shunda bir inab o'si bo'ldi ekan-ku deydigan bir huquqimni boshqalarga bera oladiganmiz deb o'ylab turib, davomli mush bo'yicha mangduq. Bu suyumliklar har qanday vaqtda bir ideyani unutib qolgani yo'q. U bo'lsa-mu mehr muhabbat Nazim qiz shirkati albatta jamiyatimizga go'zallikni suyadigan do'stlarimizga ato qilayotgani isil mahsulot, go'zallik bo'lgandan boshqa yana bir muhim tarafi bo'lsa shu mehr muhabbat bo'ldi. Albatta bu qo'llash, hamkorlik degan oildan chiqsa mana shundoq puxta, ching, mustahkam bo'ladi ekan. Undan boshqalar bulardan ko'rib o'rnak oldig'ini bo'lsa, oiladagi ayollar o'tirsidagi inoqlik, ittifoqlik, mehr muhabbat. Shundaqmi? Mana sizlar o'zaro bir-biringlarning yaxshi ko'rishini, hamkorliginglarni, inoqliginglarni, ittifoqliginglarni savdoga akirdinglar. Shuning bilan natija texmi ko'rinarli bo'ldi, texmi go'zal bo'ldi, shundaqmi? Uning ustiga bu ayol ikki savdo qilsa, savdoni birlab maqsad pek yaxshi bo'ldi ekan-ku. Burun men 10 yosh vaqtimdan boshlab tijorat qilgan. 10-20 yil yaxshi tijorat qildik. Mintaqacha aytgan vaqtda shu necha yillik tijoratimizdanmi, mush 2 yil jarayonidagi tijoratimiz necha yillikni besib tushdi hozir. To'g'ri, ha. Chunki buningda biz ayol qildik. Nega bo'lsak birlik qilganmiz. So'zlikni birlik qilganmiz, vakolatchilarni birlik yetaklayotganmiz, shirkatning faoliyatlari bo'lsa, nima ishlar bo'lsa birlik qilishganmiz. Ba'zicha biz yuraverdik deb zerikib qolamsizlar. Men zerikmadim, siz zerikdingizmi? Men zerikmadim. Bek suyunib ketaman. Boya sekndan keyinida merhaba boshda chiqdi-ku, musulga chiqqan vaqtida degan qo'rsam Olimjon degan mush maslik kep degan kulib, ijarab ham deyishali qamabdi. Ba'zida hamdilqi tabiiy mehr muhabbat bilan yasalma mehr muhabbatni bir xil ayriya olamiz hamda biz aqlli bo'lib ketdik. Qo'rsam degan mush 32 tal tishning hammasini chiqarib bir xil xo'shaldim deb. O'ydimi shundoq isilmi Olimjon? Ha, merhaba. Ras gap bilan eshitmaydi. Ras. Ha, uyda mashina har vaqt ko'ynab turdi. Masalan, hamda jibo qilgan chog'da hamda men ko'proq men girimni men qilgan chiqqan keyin, shunga uydagi ushaq-tushak ishlarni deymiz. Ishqilib o'z qilolig'idek ishlarni hammani o'z yordamim deb qo'ying. Ishqilib o'z qilolig'idek ishlarni o'z qilib To'g'ri. Bilmangan keyin. Har boshqa erkak boshqa deymiz emasmi? Ha. Uning marketinglik mushfaoliyatimi usul tayyorlash bo'lgan Allohda hamda ikkilanbek jabada bundan biz kasbiy usulchi emas. Faqat do'yonda 15 sekundlik, 20 sekundlik filmni yo'llamoq oson bo'lgan bilan muzika 3 minut 15 sekundlik muzika. Hadiya iqotudi mana bu qog'ozga chiqasanlar vallah. Hozirgacha iqotudi buni biz oldingi kunisi soat Chinjan vaqti 2 gacha mashq qildik. Soat 6 bilan qopib yana bir mashq qilib chiqib shunchalik chiqdi hamda ustozlarimizning oldida saqat tag'liq qilib qo'ydik deb ansirab. Yaxshi shunda yaxshi tayyorlabsizlar. Biz ajoyib bir zo'q olgandan boshqa mehr muhabbatga erishdik. Usulga ham deyim Mehrgul ma'lum Mehrgul appay bir nim deymiz bo'lmaydi. Shu boshqa bahosini anglab bo'lgandan keyin uniki yana shu boday xo o'tkilgu tayli ha. Bizningki Jonghwa millatining ostonliq millatlar san'atining ichida lapar deb bir san'atimiz botdi. Uzun yil bo'ldi bu lapar biroz uzilib qolg'ilimi tudi. Uni izbosarlar yetishib chiqqan bo'lsa-mu, davomli qilib sahnalarda ko'rish fursatiga toz erishamagandik. Men abayslarning o'yinlarini ko'rib, birsi o'zinglarningki korxona alayliginglarni asos qilib turib, mazmun qilib turib, bir zamonaviy lapar ishlabsizlar. Men shu lapar dedim buni. Endi laparmi an'anaviy
xalq orasidagi lapar, an'anaviy uslubdagi lapar, zamonaviy uslubdagi lapar deb olish kerak. Dilshod ma'lum buningga mendan ondanroq baho bera oladi, lekin hamda laparmi usul san'atining bir qismi. Chunki naqshining tekstiga harakat amaliyatimiz orqali naqshining mazmunini yechib beramiz emasmi? Uningga ham aktyorlik aralashgan, ham usul aralashgan, ham naqsh aralashgan. Şununla naqshiga og'zinglarni metirtib tang tushirib aytqininglarmi shundoq maslashdi. Ilqi kasbi lapar artistlardan qilishmidinglar meningcha. Shunda yaxshi. Yana bir tarafdan men mishada o'tirib bir xil hayajonlandim. U endi ilqi mushu korxonchi qiz yigitlarimiz, bolalarimiz bu davrdagi yoshlar san'at vositasi orqali özünün markalarını, mahsulotlarini, qilayotgan ishini mushu san'at orqali ifodalashga yuzlanibdi. Men buningdan baxo'sh bo'ldim. To'g'ri, ha. Baxo'sh bo'ldim. Chunki san'at kasbi men ilqi 9 yoshdan boshlab mush san'at kasbiga qadam bosgan bir ömür usulchilik qilibdiman. Aytmagan bir naqsham qoldi, lekin uyda aytdim-a. Ben naqshin bak yaxshi aytdim-a. Jo'ng chiqdi. Dilshodchimi mening ovozim. Menga pingtay bo'lmadi naqsh aytadigan. Aktyorlik qildim, mana nurg'un obrazlarni yaratib. Hatto utayji o'ynadim davlat tilida. Laparma o'ynagan men. Chiqib qilib ijodiyat usul ijodiyatlarini qilib baqdim. Ma yaqinda bir maxfiyatchilikni davday ssenariy yozdim texi. Shuning hammani qilib yiqibdim. Shuningga bu san'at degan bunun meydanı, bunun sahnesi, mushu korxonchi do'stlarimiz, bolalarimiz, yigit qizlarimiz bilan bo'lgan mushu Nazim qiz to'rdoshlar cho'ng sahnesida men rost gapni qilsam baholug'uchi, ustoz emas bir o'quvchi bo'ldim. Yamanjiq yangi bilimlarni men o'zimga qabul qildim, tushundim. Jiboday xo deganni tunji qitim anglashimdi, buni bildim ham qig'im kelib ketdi texi. Şunlaşqa şunchalik xursandman. Mayli kasbdikilar bo'lsin, mayli kasb sirtidikilar bo'lsin, mayli korxonaga yuzlanayotgan yosh bolalarimiz bo'lsin, san'at uslubi orqali o'zining korxonasini, qobiliyatini, orzu armonlarini, hatto sodasini, pul topavitini birlashtirib ekan. Bu sahna, yomon yaxshi sahna. Men baxo'sh bo'ldim. Bu laparinglarni lapar deymiz buni. Cho'qim bu ish qandaq ilqi qilib tushmagan narsa emas. Haqiqatan zamonaviy lapar ishlabsizlar. Meningcha shuni davomlashtiringlar. Hatto do'yinda qisqa laparlaringlarni asar qilib o'zinglarning mahsulotinglar bilan birlashib jibo o'tirib gap qilgandan shu lapar uslubi orqali qisqa filmlarni taqtib ondaq shaklda jibo qilib baqsanglar bo'ldiki, bu bir yangi ijodiyat bo'ldi. Meningcha cho'qim qarshilashga erishdi ham so'd alayligini topdi. Tirishinglar. Rahmat, rahmat. Endi jibo dayxo martinglarni ko'ramiz. Qani Yaxshimsizlar do'stlar. Bugungi bizning bevosita tartibimizga kirgan do'stlarimiz qizg'an qarshi olamiz. Biz yuqorida hozir zamonimiz eng moda bo'layotgan nimani tanishtiramiz. Merhaba. Bizningki Nazim qiz markamizdagi yangi yerimizni tanishtiramiz qizlar. Ana lekin bo'lsa to'xtamasdan tezdan qilib beringlar. Olti raqamni jiq-jiq yo'llab beringlar qizlar. Men sizlarga bizningki qaltis bo'lgan mahsulotimizninki ranglarini ko'rsatib qo'yman qizlar. İçine bir körle. Qizlar ko'ginglar bormi? Masalan qaranglar, mana bizningki yangi yerimizningki ikki xil rangga chiqadi danglar. Abi ranglik bo'lib, mana 9 kataklik chiqadi. Shu ranglari bir-biriga bek mos kelgan. Masalan, shu 9 rangning hammasi bir-biriga peylashgan. Masalan, ishlatgan vaqtlardami, shu ishlatmaydigan rangi yo'q. Hammasi biz ishlatadigan ranglar, turmushda ishlatamiz yoki to'yga borganda yoki qator choylar borgan chog'da ishlatsangiz bo'ldi. Ranglar bir-biridan go'zal qizlar. Anandagi setilishni xohlaydiganlar bo'lsa, mushu past tarafda qo'vuchorimiz bor, qo'vuchorimiz orqali situatsiyalar bo'ldi. Yoki bo'lmasa, shu xotida undidor nomerim bor, undidor qo'shib orqali situatsiyalar bo'ldi qizlar. Andan keyin bo'lsa, menga dengwanjo qilmaganlar bir qator dengwanjo qilinglar. Andan keyin tezdan qilib beringlar. Bo'lmasa, kat-kat faoliyatlarni qilib bermay, qilib bergan vaqtimlarda men topolmaysizlar gwanjo qilmasanglar, shunga gwanjo qilinglar qizlar. Nazim qiz demak qizlar. İşləsiniz, oy bulursiz, satsınız, boy bo'lgan mahsulot.
Qani, Nazım qız. Anqaltis. Rahmat. Mana naq maydonda bevosita mol setib chiqarish mahoratinglarni ko'rdik. Rasmiy do'yingda ko'rgandek hissiyotga keldik. Endi bu jihatda sizlar pishib ketdinglarda kunda quvvatsizlar. Odatda taxminan qancha odam kiryotdi Jibochanga? Bizniki hamda ang tuvan bo'lgan chog'da hozir ossaqlam 1 ming kirdi. Ang yuqorisi 2 mingga chiqmoq. Shu setish so'misi yuqori bo'ldi-da, mushu sanga nisbatan loqi. 1-2 ming odamning ichida ang jiq satgan malning ilqi donis qancha doni satgan jidan Bizningki shu faoliyat qilgan mezgillarimiz bo'lib qolsa, odatda bir qitim Jiboda faqat tushmagan chog'da 50-60 ming yuanlik zakas tushadi. 50-60 minglik bir qitimlik Jiboda. Bir qitimlik Jiboda. Bo'ldi ya. Ondan keyin bizningki undan sir Jibo qilish orqali biz vakolat chalamiz emasmi? Paç setib olganlar go'chadlar setib oldi. Ondan keyin qo'shib, nurg'un ba'zi dukachidagilar bo'ldi, jutlarda, melar shiti deganlar, maxsus do'konlari. Ondan keyin mushu vakolatchi bo'lib sotadiganlar, to'rda vishang bo'lib sotadiganlar bo'ldi. Shuni qilib oldin qitimliq mushu shirkatningki bir faoliyatida mal setishda hamda 10 kunda 1 million 300 ming yuanlik mal setib, bizning natijamiz hozircha shu. Endi mushu sizlarning liderlaringlar bugungi ishbadanglarga oldingi san'at bosqichidagi shunaqla Jibodaxo bosqichidagi mahoratlaringlarga qanday baholan bergan cho'qim xursand bo'layotgan bo'lish mumkin, xo'sh bo'tdi. Qani Nazım qiz oilasidagi har bir vakolatchilarimizni biz qarindishimiz qatorida ko'ramiz-ku, acha. O'zimizning qarindishi, anandan yaqin do'stimiz, anandan bular endi bizningki shu yo'lchimizniki o'ng qo'li. Birdan turib so'l qo'lim chiqmoqchi. Ham shunchalik endi setishada gap yo'q, bularda gap ketmaydi. Anandan keyin abaytinma programmani o'rnatgan, men ko'rmadim, biz ko'rishgidek bo'lmadik necha kun yaqchi. Shuna bir xil qo'shib ketdim-chi, ichimdan bir xil hayajonlanib, ko'zlarimga yosh kelib ketdi, shuna bek qo'shildim. Biz bu yerda bir musobaqada usulda qozonishimiz maqsad u emas. Bizning maqsad bir ko'ngil qilish, bir apyal choy qo'yish, qo'qishash, ammo sakinlik ustozlar bir hurmat bildirish bo'lgan ekan, maqsad yetdik, nihoyatda yaxshi bo'ldi, bek so'yindim men ondan. Men kichik narsani qistirib qo'ygim keldi. Mush sakindagi mushkaylarning usuli mayli yoji bo'lsin, biyoyanshinshi lapar bo'lsin. Mushuningdan mayli oiladagi hamkorlik bo'lsin, sakindagi hamkorlik bo'lsin, xizmatdagi hamkorlik bo'lsin, kasbdagi hamkorlikda mehr muhabbat bo'lsa, bu hamkorlikning naqadar go'zal bo'lganini, buning natijasining texim yaxshi bo'lganini his qildik. Rahmat edi, rahmat. Respekt to'g'ri dedingiz, xosiyatida har qanday hamkorlik, mehr muhabbat, samimiylik shu ishonchning ustiga qurilsa, mana shunday go'zal bo'ldi ekan-da. Ha, rahmat. Endi ustoz tanlash bosqichi keldi ham cho'qqim. Bayatdan yoqi bagan barliq ustozlarga shunda xo'sh bo'ldik, hadiqimiz chiqdi. Shunda xo'sh bo'ldik. Ayolim men deb cho'qim saydan keyin shunday yig'lab ketdi bilmay ayolim. Shunchalik ta'sirlandi. Sizlarning shu bahoyinglar bizni texnik rag'batlantirdi. Demisimi boya xosiyat edim deganga o'xshash. Bir mehr muhabbat, har qanday narsada mehr muhabbat bo'lsa, mayli oilada bo'lsin, mayli tijoratda bo'lsin, har qanday bir ishda mehr muhabbat bo'lsa, buning kayni haqiqatan go'zal bo'ldi ekan. Mana shunday bir tipik misollari biz. Bo'lsa mening ham ustozlarni bek tanlagan bor. Hammasini tanlagan bor. Anandan keyin bizning ham shu Nazim qizda mana Nazim qizga kirib usulchim bo'lib ketibdi, laparchim bo'lib ketibdi. Oldin qitim biz shu taraflar faoliyat qilgan vaqtlarda riyosatchilikni beryapti, bizga riyosatchilikni sila qilinglar deb. Hamda hamma ishda shu Nazim qizni yetib menib demak, Nazim qizda hamma narsa bor ekan. Ya'ni shu davomliq Nasirjon apandim bilan Aynur xonimni tanlaymiz. Rahmat. Tanışınlar. Mübarek olsun. Qani merhamet Alimcan, merhaba. Sizlarni qutluklaymiz, tabriklaymiz. Haqiqatan bu mehr muhabbet ölmez tema. Her qanday vaqtda bizni ta'sirlantirdig'ini shu mehr muhabbet. Bizning hamda bu arzu armonlarimiz bizning minishang bo'lsa hamda oilalardagi mehr muhabbatni cho'qim qadrlab, davomli mehr muhabbatlik oilani qurib chiqishingizni uchun ko'nglimizda umid qilamiz.
Çivi yorup tang atkanda degan bir naqsh batdi, esim keldi. Özüm bulumen. Qo'ylarim yıkmagan bo'lsa hech qisi yo'q. Özüm bulumen. Qan analdıqanlar bir alam